Mayli, Bo'pti Komosh. o'rtog'im. Hop. Yaxshi e'tibor Voy, qil. o'zing muncha chiroyli. Voy taqasanmi? Vashshi zo'r hozir trendda mana shu o'zi. Bor Voy. taqib kelgan, keyin berib yuborasan, xo'p? Bo'pti, rahmat. Rosa zo'r turadi, bo'pti. Asal aka. O'rtoq, echki xijolat bo'lyapman. O'zingiz qo'limga sal kattaroq ekanmi? Qayerdadir tushib qopti-da. Eslolmayapman ham, topolmayapman ham. Uyda ham yo'q. Ko'chada qayerdadir tushib qolgan bo'lsa kerak-da. Sen jinnimisan? Nimaga yo'qotasan? Qaynonam $500 olib bergan menga. Ertagacha srok, oilam buzilib ketadi. Topib bergin menga. Ishim yo'q meni hech narsa bilan. Tavba qildim. Odamlarga ham yaxshilik qilib bo'lmaydi. Bor ertagacha topib ber. Madina o'rtog'imdan so'rab tursammikan? Puli bormikin? Qalaysan o'rtoq? Nima gap? Menga qara, menga $500 pul kerak. Срочный, iltimos. Men senga 1 oy ichida qilib beraman. Voy, hozir bir tiyin pulim yo'q. Ishongan, yangi uyga to'lov qiluvdik yaqinda Novostroykadan. Ha, yo'q, mayli xo'p. Bolam, nima his qilyapsan? Tinchlikmi? Ona, Kamol o'rtog'imni o'zigina olib turgan edim. Yo'qotib qo'ydim. Katta ekan, qo'limdan tushib qoldi. Hech qayerdan topolmayapman. Qayna sovg'a qilgan ekan, $500 pul. Olib kelib bermasang, oilam buzilib ketadi, deyapti. Voy, siqilma bolam. To'yingga yig'ib qo'ygan tillalarim bor. Yetmasa pensiya pulim ham bor. Qo'shib olib borib berasan. Qo'y bolam, siqilma, kasal bo'lib qolasan. Voy, Madi, nima qilyapsan bu yerda? Komosh tug'ilgan kuniga chaqiruvmadi seni ham. Yur birga kiramiz. Yo'q, boshqa masala bo'yicha keldim. Tug'ilgan kun kelyaptimi dey? Yur kiramiz. Ha, keldingmi? Pul olib keldingmi? Olib keldim mana. Bera qotiz. Madi, qarz oluvmading? Yo'q, qarz olmagan. Voy, mana bunaqa Komosh o'zigina olib turgan edim. Tilla ekan, yo'qotib qo'ydim. O'shani pulini zo'rg'a qilib kelolmay endi. Tilla? Qanaqa tilla? Voy, Komosh bilan birga bijuderiya do'kondan bir xil qilib oluvdik-ku, bu tilla emas. Nima deyapsan? Meniki tillaydi. Yur, kirsang kir, Madi keyin kelarsan. Men tushunmadim, jinni bo'lib qopti bu Komosh. Qo'yur. Shunaqa yo'qotilgan pichoqni sop oltindan olib qoladi. Mayli, yaxshi qilib olaylik. Do'st, qancha tashvishlardan chiqdik soppa-sog'.